Assalomu alaykum azizlar do'stlar. Bugun yana Jizzax shahri Orom bozori 55-magazindan bir nechta mebellarimizni qulayliklari, ranglari, razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'sh. Mana do'konimizni to'liq ko'rinishini ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana bu mebelimizdan boshlaymiz. Ko'rinishini ko'ringlar. To'liq ko'rinishi mana. Spannesi, trimosi, shifonier. Tepada tumichkalari bor, spanner yonida turadigan. Xo'sh, shifonerimiz razmerlariga keladigan bo'lsak, razmerlari 270 qilib uzunligi ishlangan. Ichki tomoni 50 sm. Balandligi yerdan turishi 240-245 atrofi chiqadi. Mebelimizda fasad qismi MDF, yon qismlari rossiyskiy dispdan, rossiyskiy laminatdan ishlangan. Shifonerimizda ikki tarafi kiyim ilaydigan, o'rtasi taxlaydigan qismi. Ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ichki ko'rinishi. Ichlari. Har doimgidek bitta polka, tagida vishilkasi bo'ladi. Ichi 50 sm. Buni ham oshxona-moshalariga e'tibor qilinglar. Oshxona-moshalar to'ptadan qo'yilgan. O'tgan safargi videomizda ko'rsatib o'tganimizdek, buni ham oshxona-moshalarning teshiklari to'ptadan. Zapas teshiklari ham bor. Mana. Bu tomonni ham ko'ringlar. Mana vishilkasi, polkasini oldida har doimgidek PVX ko'chmaydi. Mana endi o'rta qismini ko'rsatamiz, polkali qismini. Uzoqroqdan bir ko'rsatay, keyin yaqinroqdan polkalarni oldin ko'rsatib o'tamiz. Mana uzoqroqdan ko'rinishi o'rta qismi. Bu tomoni ham xuddi bu tomondagidaqa vishilka kiyim ilaydigan, bitta vishilka, bitta polkasi bor tipkadan. Bu tomonni ko'rsatib o'tirish shart emas, bu tomon bilan bir xil. Mana o'rta qismi, yaqinroqdan ko'rinishi. Polkalari 3 ta. Xonaga bo'lib hisoblasangiz to'rttadan qilingan. To'rtta xona qilib ishlangan. Buni yopganingizdagi usti qismidagi oynasi ham farsit oyna. Qo'lni kesmaydi. Ham o'ziga yarasha ko'rinishni ham chiroyli qilib ko'rinish berib turadi. Mana ruchkachalari. Yaqinroqdan olinishi. Kraskalariga ham e'tibor qilinglar. Kraskalari ham juda ajoyib qilib sepilgan. Shko'rkalariga e'tibor qiling. Mana spannesi. Spannemiz ham hamma spannelar qatori 210 ga 170 qilib ishlangan matros razmer. Xohlasangiz matros qilib ham beraveramiz. Keyin mana bu spanneda ustidagi materiallar, misol oq rang-ku, xohlasangiz xohishingizga qarab o'zgartirib beraveramiz, to'qroq rang qilib. Spanneni ko'ringlar. Spanneda ham qarang, lagalari ikkita qilib qo'yilgan o'rtasiga, o'rta qismiga. Pol qanday ishlansa, xuddi shunday ishlangan. Mana oyoq uchlari. Oyoq uchlari 2 qavat qilib ishlangan. Mustahkamligiga ancha yordam beradi bu ham. Mana qoshlarini ham ko'ringlar. Yaqindan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana trimosi. Trimosi ham ajoyib ishlangan, odam bo'yi barobar. Tikka turib qarasangiz ham bemalol ko'rinasi egilib o'tirish shart emas.
Stulchalari ham bo'ladi bu Trimoriumda. Usti nimalariga ham e'tibor qilinglar. Oddiy tekis fason qilib ishlamagan. Buni ko'ringlar. Ruchkalariga e'tibor qiling. Tortmalarning oldiga e'tibor qiling. Tortmalarni-chi. Bu roliklari pachunli rolik. Chiqib ketmaydi. Zillar 2 qavat qilib ishlangan. Mana ramkasi. Yana ham to'liq ko'rinishi. Buni yonidagi mana bu spanli garniturda ham bir ko'rsatib o'tasizlar ekan. Bu ham ajoyib narsa. Materiallar. Bu ham xuddi u bilan bir xil qilib ishlangan, ikki tomoni kiyim ilaydigan, o'rtasi taxlaydigan qismi. Nasiblanlar. Xudo xolasa keyingi safarga qolgan mebellarni ham bitta-bitta tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mebellarimiz ma'qul kelsa, buyurtma berish uchun quyidagi 90lik 643 2242 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.